Mayli, bu safar ham sizlarga top 7 ta qish mavsumida ko'rish uchun eng yaxshi multfilmlarni tavsiya qilaman. Eslatib o'taman, top reyting o'zimning shaxsiy fikrlarim orqali vujudga keldi va siz ham o'z topligingizni bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. 7-o'rin. Qo'noq oyobchalar. Qish, Antarktida. Millionlab pingvinlar yashaydigan muzey dunyo. Bu yerda har bir pingvin musiqa kuylay olishi, o'z musiqasiga ega bo'lishi va shu musiqa orqali o'z juftini topishi kerak. Lekin Mumble dunyoga keldi va u negadir qo'shiq kuylay olmas edi. U oyoqlari orqali musiqa yaratishni yoqtirardi. Bir kun Antarktidada baliqlar kamayib ketdi. Pingvinlar och qoldi. Jamiyat esa Mumble'ni aybdor sanadi. Ya'ni bu sening aybing. Raqslaring dengiz qudolarini darg'azab qildi deyishdi. Mumble esa baliqlarni topish uchun safarga chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, odamlar baliqlarni juda ko'p ovlayotgan va shu sababli pingvinlarga baliqlar yetmayotgan ekan. Mumble'ni odamlar ushlab olishdi. Uning raqslari esa odamlarga juda manzur keldi. Keyin esa u Antarktidaga qaytarildi. U yerda esa Mumble barcha pingvinlarni yig'adi va raqs tushishlarini, bu odamlar e'tiborini tortishini aytadi. Millionlab pingvinlar bir ohangda raqs tushadi. Insonlar esa va nihoyat baliq oviga cheklov qo'yishadi. 6-o'rin. Shimoliy Express. Bir bola yoshligida Rojdestvo bayramiga juda qattiq ishonar edi. Katta bo'lgach esa undagi bu ishonch tobora kamayib bordi va yarim tun bo'lganida uni shimolga ketayotgan poyezd olib ketadi. Poyezdda undan tashqari yana boshqa bolalar ham bor. Ular ham yoshligida Rojdestvo bayramiga juda qattiq ishonishgan. Poyezd esa Santa Clausning uyiga ketayotgan bo'ladi. Yo'lda turli sarguzashtlar sodir bo'ladi. Hattoki yorilayotgan muz ustida katta tezlikda harakat ham qilishadi. Oxir-oqibat Santa Clausning makoniga ham yetib kelishadi va shaxsan Santaning o'zi unga qo'ng'iroqcha sovg'a qiladi. Uning aytishicha, bu qo'ng'iroqning ovozi faqatgina haqiqiy Santaga ishonuvchi odamlargagina eshitilar ekan. Eng qizig'i shundaki, multfilm davomida bosh qahramon sifatidagi bolaning ismi hech qachon tilga olinmaydi. Ya'ni ijodkorlar bu bola obrazida tomoshabin o'zini ko'rishini xohlashgan va unga nom berishmagan ekan. Bilasizmi, bu safargi video ssenariysini yozayotgan paytimda Kinomiyu kanali bilan hamkorlik qilish g'oyasi paydo bo'ldi va unga shu taklif bilan yozdim. U ham fikrimizni chetda qoldirmadi. Hammaga salom. Sizlar bilan Kinomiyu kanali. 5-o'rinda muzlik davri multfilmi. Antarktidada bu safar muzlik davri juda ham sovuq keladi va hayvonlar issiq o'lkalarga ketishga majbur bo'ladi. Meni ismli mamont ham yo'lga otlanadi. Unga yo'l davomida Sid ismli yalqov ham qo'shilib oladi va ular bir inson bolasini topib olishadi. Onasi o'z hayoti evaziga bolasini saqlab qoladi. Mamont va yalqov uni odamlarga yetkazib berishga qaror qilishadi. Keyinchalik yo'lbarslar to'dasi ularni ovlashni maqsad qilishadi va ularni yo'lbarslar makoniga boshlab borishni Diego ismli yo'lbarsga topshirishadi. U ham yashirincha Sid va Mayniga qo'shilib oladi. Yo'lda ular turli xil sarguzashtlar va ko'ngilsizliklarga duch kelishadi. Bu esa ularni do'stlarga aylantiradi va ular bolaga anchagina o'rganib qolishadi. Diego ularni yo'lbarslar oldiga boshlab kelganini aytadi. Yo'lbarslar esa hujum qilishadi. Do'stlar ularga qarshi chiqishadi. Oxir oqibatda esa bolani odamlar qabilasiga yetkazib berishadi. Multfilmning bundan-da qiziqarli qismlari ham mavjud, ammo aynan shu qismini ko'rmaguningizcha qolganlari sizga qiziqish uyg'ota olmaydi. 4-o'rin. Balto. Multfilm asosan Balto ismli it haqida. Uni boshqa itlar unchalik chiqishtirishmagan, chunki u yovvoyi bo'ri va it farzandi bo'lib dunyoga kelgan. Lekin u yashayotgan shaharga to'satdan vabo tarqaladi. Odamlar to'satdan qirila boshlaydi. Bu vabo asosan yosh bolalarga yuqardi. Bunga qarshi ziddi zahar ham mavjud, lekin ancha olis shaharda edi. Ular esa poyezd orqali olib kelishmoqchi bo'lishadi. Biroq kuchli shamol tufayli buning ham iloji bo'lmaydi. Shunda odamlardan biri itlar chanasidan foydalanadi. Itlar orasida Balto ham bo'ladi. Baltoni doim mazax qiladigan, Stil esa itlar oldida boshqarib boradigan bo'ladi. Ammo yo'lda bir kulfat tufayli Balto va Stil o'rtasida jang sodir bo'ladi. Balto yengadi, Stil esa ketib qoladi. Bu yog'iga Balto itlarni boshqarar edi. Dori o'z vaqtida yetkaziladi va Balto shahar qahramoniga aylanadi. 3-o'rin. Qor malikasi. Olov va muz. Bu ham qor malikasi hikoyalaridan biri. Faqat bu safar qor malikasi qayni o'g'irlab ketib, uni Gerda qutqarmaydi. To'g'ri, bu ham sodir bo'ladi, faqat multfilmning birinchi qismida. Men esa sizlarga 3-qismi haqida so'zlab bermoqchiman. Kay va Gerda. Endilikda birgalikda o'sha birinchi qismda o'zining eng tezkor bo'g'izini bergan Alfida bilan birga qaroqchilar oilasida hayot kechirar edilar. Roland ismli bola ularga istalgan tilakni bajaruvchi tosh borligini va uni topishlariga yordam berishini so'raydi. Kay rad qiladi.
lekin Gerda rozi bo'ladi. Faqat tosh Gerdani muz malikasiga, Roland esa olov qiroliga aylantirib qo'yadi. Ular kuchli edilar. Faqat yarim tun bo'lguniga qadar toshga qayta teginishlari zarur edi. Agar ular bunday qilishmasa, ular abadiy shunday bo'lib qolishar va vahshiylashar edilar. Multfilmda bu ham sodir bo'ladi va davomi yanada qiziqarli tus oladi. Ikkinchi o'rin Muz yurak. Bir qirollikda ikkita opa-singil Elza va Anna yashar edilar. Anna oddiy qiz, ammo Elza qor malikasidek kuchga ega edi. Va ularning ota-onasi baxtsiz hodisa tufayli halok bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, qizlarning kattasi, ya'ni Elza qirolicha bo'lishi kerak edi. Faqat u o'z qudratini boshqara olmas edi. Natijada omma oldida o'z kuchini ko'rsatadi. Butun qirollik uni jodugarlikda ayblaydi. U tog'larga qochib ketadi, o'z qasrini barpo etadi. Anna esa opasini izlab yo'lga chiqadi. Yo'lda Kristof ismli yigit, uning bug'usi Sven va Olf ismli sehrli qor bola bilan tanishadi. Opasini topganda esa u Annaning qalbini muzlatib qo'yadi. Kristofning do'stlari, ya'ni trollar, haqiqiy mehr uni qutqara olishini aytadi. Ular buni sevgi mehri deb o'ylashadi, ammo aslida Elzaning unga bo'lgan opalik mehri ularni qutqaradi. Elza sehrni boshqarishni o'rganib oladi, shaharliklar esa undan ortiq qo'rqishmaydi. Shu joyda ta'kidlab o'tishim kerakki, multfilmning ikkinchi qismi ham mavjud va mening nazarimda birinchisidan anchagina qiziqarliroq. Va nihoyat birinchi o'rin Tush qo'riqchilari. Bu multfilmning asl nomi to'g'ri tarjima qilinmagan. Ingliz tilida, ya'ni asl tildagi tarjimasi qo'riqchilar yuksalishi, rus tilidagi tarjimasi qor qo'riqchilari va o'zbek tiliga yetib kelganda shunchaki tush qo'riqchilariga aylanib qolgan. Lekin multfilmda tushlarni qo'riqlash u darajadagi muhim rolda emas. Multfilmga o'tadigan bo'lsam, har bir bayramning o'z qo'riqchisi bor edi, lekin to'satdan jodugar ismli iblis paydo bo'ladi. To'g'ri, qo'riqchilar u bilan ilgari ham to'qnashga erishgan, lekin bu safar unda odamlar qo'rquvidan quvvat oluvchi yordamchilari bor edi. Qo'riqchilar esa insonlarni ularga bo'lgan ishonchidan kuch olishardi. Ya'ni qanchalik ko'p odam qo'riqchilar borligiga ishonsa, ular shu darajada kuchli bo'lishardi. Jodugar paydo bo'lganida esa Oymomo, ya'ni qo'riqchilarning asoschilari yangi qo'riqchi tanlash kerak deb hisoblaydi. Qo'riqchi sifatida esa muzotar Jekni tanlashadi. U juda o'yinqaroq va besabr edi. Xuddi jamoadagi quyon kabi. Shu sababli ular kelisha olmas edilar. Jodugar tish parisini barcha ishchilarni o'g'irlab ketadi. Keyin qo'riqchilar tishlarni o'zlari yig'ishga qaror qilishadi va o'sha paytda jodugar shirin tushlarni hosil qiluvchi qum odamni yo'q qiladi. Jekni esa o'tmishini bilish haqida aldab deyarli barcha kuchlardan mahrum qiladi. Chunki Jek jamoadagi eng kuchlisi edi. Jek esa o'zining o'tmishiga qiziqardi va nega qo'riqchi bo'lganligini bilishni xohlardi. Keyinchalik u ham oilaga ega bo'lganini, uning ham singlisi bo'lganini va uni qutqarib qolganligi uchun Oymomo tomonidan qo'riqchi qilib saylanganini bilib oladi va kuchlarini qayta tiklab oladi. Insonlarni qo'riqchilarga bo'lgan ishonchini qaytaradi. Qum odam ham qayta tiriladi. Jodugar esa o'z qo'rquvi orqali yengiladi. Multfilm juda ajoyib. Agar ikkinchi qismini yaratishganida shaxsan men ko'rgan bo'lardim. Yoki kompaniya, ya'ni DreamWorks shunchalik chiroyli tugallangan hikoyani buzib qo'yishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Sizchi, ikkinchi qism ishlanganida ko'rgan bo'larmidingiz? Va Kinomiyu kanali bilan qilgan hamkorligimiz sizga yoqdimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. O'ylaymanki, video sizlarga manzur keldi. Kichik mehnatimizni qadrlagan holda videoga like bosib, kanallarimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Sizlar bilan Kinotime va Kinomiyu kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.